Layla 20 promo kodi bilan hozir yana bir $300 zamon chiqib chiqaman. $300 kerak bo'lib qoldi. Daim bitgan turasida. Crashda harakat qilamiz endi. 3,5 million pul kerak bo'lib qoldi случайно. Layla promo kodi bilan ro'yxatdan o'tib ketidan berarmikan? 4 koeffitsient berish kerak edi. Yaxshi chot. 34 koeffitsient. Hali ketidan bitta risk. Bir million 169 ming tikib oldim. O'yin yaxshi holatda bo'lsa, beraveradi. Lekin 3tagacha qani 3tagacha 2x ga yetmaydi-da. 4 million 769 ming azartda risk qildim. 950 ming. Давай. Давай. 10 koeffitsiyentga borish kerak yoki 7 koeffitsiyent. Juda azartda yoqvordi iflos. Qiz. Voy молодец. Balansim tushib ketdi 950 mingga. Bekorga aldamadi-da. 4tagacha 2x ga yetmay. Qani nima berar ekan? $300 ga tushib chiqdim-ku. Davay endi. $300 uchun shotim 950 mingga tushib qoldi. Davay bitta endi. 3x. Молодец. $300 bo'ldi mana. Qani 160 ming. Страховка 2 koeffitsient ikkinchisi tikilmay qoldi. Давай 3x. Давай. Voy молодец, mana $300.